Qadrli YouTube kanalimiz a'zolari 65 ming AQSh dollariga, ya'ni yer narxiga berilmagan imoratimizni sizga tavsiya qilaman. Haqiqatdan ham yer narxini so'rab o'tiribdilar. Video davomida kadrlarimiz orqali o'zingizga yetkazib beramiz. Siz esa tahlil qilib, kommentga, izohlarda javobinglarni kutib qolaman. Joylashgan joyi, assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Joylashgan joyi Sarbon to'yxonamiz, Buxoro shahar O'tror deyishadi. Fasad qismi 17-20 metr atrofida 6 sotuq yer maydoni, 2 ta qavat, bitta fasadni ko'rsatasiz. Ana shu joy sotiladi, mana shu imoratimiz sotiladi. Narxini boshida aytib o'tiraman. 68.500 AQSh dollarida chiqaryapman. Ushbu xonadonimiz 7 ta xonasi bor. Ketdik Ozodjon. Fasad qismi aytib o'tganimdek 20 metr atrofida, 20 metrga yaqin obod mahalla, gaz suv svet muammosi yo'q. Sababi qo'shnilarimiz shunaqangi imoratlar qilishmaydi agar gaz suv svet muammosi bo'lsa. Masjidimiz, maktabimiz, bog'cha, bozor bir qadam. Kelaverasam Ozodjon, boshlayveramiz. Mana shunaqangi chiroyli suratdagi darvozaxonamiz kutib oladi. Oyoq ostlari mana bunaqangi izlsnak toshlar. 2 ta qavat, novostroyka, to'liq pishgan g'ishtdan. Kirarish eshiklari 2 ta, xonadonimiz kvartirni sharoitni yaratib qo'yganlar. Birma-bir sizlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Kelaverasam Ozodjon, mana shu joydan kiramiz. Demak, 2 ta komplekt, 2 ta oilani chiroyli suratda ko'tara oladi. Ichkari MDF eshiklarimiz hamda pod'ezd qismini ichkaridan chiroyli suratda chiqarib qo'yishgan. Kelaverasam chap qo'ldan boshlayveramiz. Mana bu yoqda bizani oshxonamiz joylashgan. To'liq suratda chiqarasan, xolodilnik, bitovoy texnika hammasini sizlar uchun qoldirib beraman. Arzisa bitta like bosasiz. Oshxonani o'zida o'tirib ovqatlanish sharoitlarini qilib qo'yishgan. Kelaverasam Ozodjon, YouTube kanalimiz a'zolari sizlarga chiroyli suratda chiqarishga harakat qilaman. Shu suratda video orqali baraka qilinadigan xonadon. Albatta bu joylarda yer narxi 10 ming AQSh dollariga chiqib ketdi. 6 sotuq yer maydonini sizga 68.500 ga chiqaryapman. Bu общий sanuzilimiz. Birinchi qavatdagi sanuzil. 2 ta qavatdan iborat imoratimiz. Mana bu to'g'rida bizani yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxonani bitta chiroyli suratda ko'rsatasan. Maza qilib video davomida srochniga telefon, videoni boshidan telefon qilishni boshlaysa, buni aniq bilaman. Sababi yaxshi narxga olib kelib qo'ydim. Sotish sababi deyishingiz mumkin. Sotilish sababi bu bizani chiroyli suratdagi mana shu yotoqxonamiz edi. Isitish tizimi bizga duh kontr katyol. Uni albatta ko'rsatishim kerak sizlarga. Mana shu Emco sotuv brendidan duh kontr katyolimiz 2 ta qavatni ham isitib beradi sizga. 300 kvadratga moslashtirilgan. Kelaverasam Ozodjon, 7 ta xonasi. Bu birinchi qavatdagi xonalarni ko'rsatyapman sizga. Ana bu yoqda esa bizani zal kutib oladi. Mana sizga zal, haqiqiy zal. Maza qilib yashaydigan xonadoningiz bo'ladi. Zal mana shunaqa bo'ladi. Endi 2 ta qavatdan iborat bo'lgan imoratimiz niyat qilib mana shunaqangi katta zallardan. Endi bu kichkina pulga qurilmagan xonadon. Mana bu konditsionerimiz ham albatta qoladi. Zalimiz o'zgacha taftda yaqinda bir davlatga ish faoliyatlari adashmasam, kelganlarga bir chiroyli suratda uborkadan chiqarishgan. Kelsangiz, maza qilib yashash sharoitini qilsangiz o'zingiz bo'ladi. Kelaverasam Ozodjon, video orqali baraka qilinadigan xonadonimiz. Mana shunaqangi chiroyli pod'ezd qismlari ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimiz esa salkam remontga tayyor holatda korobka desak ham bo'ladi, yashasangiz ham bo'ladi. Mana shunaqangi korobka xonadonimiz. Tepa qavatda 2 ta komplekt, 2 ta oila bemalol maza qilib yashash sharoitini qilsangiz bo'ladi. Korobka holatida mana bu joyda esa salkam tayyor xonadonimiz. Bu tepadagi birinchi yotoqxonamiz. Bitovoy texnika ko'rsatilgan jihozlari qoladi. Visokopatologiya tepaligi bilan juda ham chiroyli xonadon. Kelaverasam Ozodjon, oyoq ostlarigacha hammasini ko'rsatasan. Shu uchastkamiz kattaligi uchun salgina charchadim. E'tibor qilgan bo'lsangiz, kelaverasam. Mana bu yoqda esa yana bitta xonasi. Shu tepadan bitta chiroyli suratda hovlimizni olasan. Sizga xonalar soni yetishmovchiligi bo'lsa, istasangiz mana tashqi sanuzilimiz, hovli qismimiz. Hovlida yana stroyka, mana yana qurilish bo'lishi uchun joylari yetarli darajada. Istasangiz bir chiroyli basseyn sharoitlarini qilsangiz agar, bolalaringizga, nevaralaringizga bir maza qilib yashayverasiz.
Ha, mana aytgancha, bu yana bitta hol qismimiz. Перегородкasigacha g'isht deganim, ana 1,5 g'ishtga terib qo'yilgan. Buni albatta ko'rsatasan. Uchastkamizda yana bitta xonasi. Korobka holatda, tepasi baland, gipsokartondan uzorlab berib, chiroyli figuralar yaratib qo'yishgan, sizga remontga tayyorlab. Elektromontaj, yo bo'lmasam santexnika ishlar hammasi bo'lgan. O'sha ko'rsatgan kotyolimiz to'lig'icha sizga isitish tizimidan xizmat qilib beradi. Mana to'g'rida batareykalar o'rnatilgan. Uchastkamizni mana shu zal qismi mana o'ziga tortadi. Mana shu Ozodjon u burchakka turibdi, men bu burchakka demoqchimanki, salkam 50-60 kvadratni shu zal qismi zaynat qilib turibdi. Demoqchimanki, haqiqiy dushman kuchak zal mana shunaqa bo'ladi. Visokopatoloshni tepada ham xuddi shunaqangi zali mavjud. Uni albatta kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bitta iltimos qilib so'rayman podpischiklarimizga, mana shu YouTube kanalimiz kuzatuvchilari ko'pchiligi musofirni tashkil qiladi. Pulinglar bor yo bo'lmasam, uyingizda 2-3 ta mashina zaynat qilib turibdi darvozaxonangiz. Shundoqqina sotib mana shu imoratga zaynat qiling. Turgan joyiga so'ymiradigan biznes. Mazza qilib yashasangiz ham bo'ladi. Istasangiz pulni zaynat qilish uchun shundoqqina pul tikib, qulflab kelasi yil bo'lmasa 4-5 yildan keyin farzandlaringiz katta bo'ladi. Mazza qilib yashayverasiz. Tayyor uchastka, novostroyka to'liq g'ishtdan bunaqangi imorat har doimda topilavermaydi. Narxi 2 xonali kvartirani narxiga olib kelib qo'ydim. Uyimizning egalari salkam ko'zi to'q bola, boshqa davlatga biznes faoliyatga bo'lganligi sababli aka shu xonadonimga bir chiroyli xonadon egasini olib kelib qo'ying. Shundoqqina oformit qilib beraman, hujjatlarim tayyor. Turgan joyiga yiqilib tushmasin degan gaplarni qildilar. Endi faoliyatlari boshqa bir davlatda. Buni albatta to'g'ri tushunasizlar degan ma'lumotda yetkazib beryapman. Salkam 2 yil burun 100 ming AQSh dollariga berilmagan mana shu xonadon. Sababi 100 ming AQSh dollarini shundoqqina olib kelib qo'ying. Bunaqangi imoratni yasab bo'lmaydi hozirgi zamonda. Sizga esa 68.500 AQSh dollarida chiqarib, salka savdosi bor kelsangiz, chiroyli suratda savdosini ham qilib beraman. Baraka qilasiz, mazza qilib yashayverasiz. Ikkita keliningiz bir-birov bilan uchrashmasdan turib, kuni o'tib ketadigan katta uchastkani sizga tavsiya qildim. Reaksiya uchun yaqinlaringizga tarqatib qo'ying, zora egasini topib qo'ysa, siz orqali mana shu uchastkani egasiga aylanishsa, yaqinlaringizga tarqating, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Shunaqangi imoratlarni topishim uchun albatta like bosasiz degan umiddaman. Lokatsiyasini qayta aytaman, Sarbon to'yxonamizni orqa tomoniga bittagina chiroyli ko'cha bor. Shu ko'chaning 3-uchastkasi. Kelsangiz o'zingiz guvoh bo'lasiz. Like bosamiz, tarqatamiz. Salomat bo'ling.